Bemorlarimiz qo'shni Tojikiston Respublikasidan kelishdi. Ularni turmushiga 3 yil bo'lgan. 3 yil davomida ular qo'shila olishmagan, sababi ularda vaginizm kasalligi bo'lgan. 3 yil davomida bir nechta shifokorlarga borishgan, jumladan Tojikistonda, Rossiya Federatsiyasida shifokorlarga borishgan, ularda ham yaxshi rezultat bo'lmagan. Keyin bizni internet orqali topib kelishdi va ularga Allohning amri inoyati bilan o'zimizni qo'limizdan kelgan bilimlarimiz bilan, olgan ilm va malakalarimiz bilan yordam berdik va hozir bu oila ancha baxtli. Shu kasalligingiz haqida gapirib bering. Qayerlarga bordingiz? Nima davolar oldingiz? Kasalim birinchi Moskvada edik. Moskva qo'shila olmaganimiz sabab Moskvaga ginekologga murojaat qildik. Keyin ginekolog bunaqa kasal yo'q, bu bahona kasal. Balkim jinnidirsan, agar shunchaki yoqmasa borib serkifga manax bo'lgin yoki anaqa lesbiyankamisan yoki qizmas, qani kresloga chiqarib ko'rib, keyin qizligimni bilib Bahona qilyapti. anaqa bu jinni ekan. Keyin ering unday chiroyli bola, bu bahona qiladi. Biron sababi bor-da, shunaqa dedi. Tojikistonda ham 3-4 anaqa psixoterapevtga bordik. Birovi aloqardon qilish kerak. Ana bittasi bunaqa kasal tushunmadim. Biron marta murojaat qilmagan bunaqa kasal bilan. Uspakoyитель dorilar yozib berdi-yu, anaqa bo'lmadi. Keyin ikkinchi marta Rossiyaga borganda internetda misol bu nima kasallik deb qarab topib, bir nechta o'zbekistonlik doktorlarni ishini ko'rib, keyin siz misol mana o'zim ham hozir intervyu beryapman. Anaqa o'shanaqa odamlar haqiqatan anaqalarni qo'ygansiz, perepiska. O'shanga sizga ishonib keldik. Hozircha endi qutuldik, Allohga shukr. Rahmat. Biz qilib bergan dorilardan, mana giyohli dorilardan nima hissiyotlar sezdingiz o'zingizda ichganingizdan keyin? Avvallari qo'shila olmasdan oldin misol ko'p urushardim. Bo'lmasa kerak bunaqa. Lutchi ajrashib ketish kerak. Erkakni ham qiynab nima qilaman deyardim. Qo'limdan kelmaydi. Qiyin narsa deb o'ylardim. Undan eshakdek ishlasam, erga tegmay, umuman misol qo'rqganimdan ajrashgim kelar. Keyin dorilarni ichdim. Asablarim hamma o'z joyiga tushib, Xudoga shukr, bir haftadan keyin harakat qilishni boshladik. Yaxshi. Endi qarang, mana siz bilan psixoterapiya o'tkazildi, ikkovlaringiz bilan. Psixoterapiyadan keyin nima bo'ldi? Psixoterapiyadan keyin qo'shilish bo'ldimi? Sizga qanday ta'sir qildi psixoterapiya? Psixoterapiya o'zingizni o'sha vaginizmni yengib, eringiz bilan jinsiy munosabatingiz yaxshilanib ketishiga psixoterapiya qanchalik sizga yordam berdi? Nima desam, kallamdagi bor fikrlarni, yomon fikrlarni chiqarib tashladi. Yengil, misol yangi tug'ilganday bo'ldi-da. Yaxshi. Mana siz bilan gipnoz o'tkazildi. Gipnoz haqida oldingi tasavvurlaringiz qanday edi va gipnozdan keyingi sizni tasavvuringiz qanday bo'ldi va gipnoz vaqtida siz nimalarni his qildingiz? Birinchi gipnoz nimaligini bilmaganman. Eshitganman, kinolarda ko'rganman. Lekin unaqa hayotda birinchi marta. U ham misol qo'l oyoq bo'shashib qatib qoladi. Keyin har xil anaqa tushlar ko'rib, osmonda uchib yurganimni ko'rdim. Nima desam, ko'p anaqa yomon fikrlar boshimdan ketdi. Gipnoz demak sizga yaxshi ta'sir qildi. Gipnoz haqidagi fikrlaringiz ijobiy tomonga o'zgardi. Расскажите о вашей мнении на таджикском, если хотите. Коротко. Короче, муддати мора вақти издивоҷ кардан, короче
3 سال گذشت و در مدت 3 سال مقصد که مشکلی داشتم زنم، مقصد که همسرم کراچی وگینیزم، وقتی که چند جا وگینیزم کسل داشت، چند جا مراجعت کردیم در روسیه و تاجیکستان، هیچی نشد. چند چیزای مقصد که دواش نیافتیم. بعد وی اینترنت دکتر ویدیوهاش تماشا کردیم و درباره وگینیزم دوا داشته. وقتی که آمدیم، شکر الله که در مدت یک هفته لیچینیا کردیم. شکر خدا که توبت لیچینیا وگینیزم رو دور کردیم. Спасибо огромное. Все, я вас поздравляю. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.